Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Jalaquduq tumani Oyim qishlog'idagi obyektimizni yakunladik. Xudo xolasa akamiz musofirda turib bizga zakaz qildi. So'ng kunlari ham mana boshqacha o'ziga o'xshagan rahmat osonda bo'ldi. Mana shu fayzli xonadonga mana kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichkarilar ko'rishingiz mumkin. Tashqaridan ko'ra ahamiyatli bo'lsangiz, ichkari gullarimiz boshqacha, granitlarimiz. Ajratib qo'ydik ko'chani. Albatta o'zimiz dizaynlar bo'yicha bo'lyapti. Mana ko'rishingiz mumkin ravatxonalarni. Hani kimda shunaqa ishlar kerak bo'lsa, kim bu hunarni o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol bizga pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu kasbni o'rgatib qo'yamiz. Bemalol ishni boshlaydigan qilib darajaga yetkazib qo'yamiz. Mana gipki kamen degan narsamiz shu bo'ladi mana. Endi 130 kvadrat chiqdi mana shu uy polni tutishlari mana. 12 millionga bitdi mana shu uyimiz mana. Hamma yo'q ichida qilib, olib kelib, xudo xolos chiroyli qilib berdik. Akamiz musofirda ekan. Bu yerni ko'rganingizda boshda loy suvoq edi mana. Mana shu devorni ko'ring. Mana. Shu holatda shuv olgandek aylangan hammasi. Biz mashinani shuvatib 30-40 mingdan shuvoq qildirgandan ko'ra bizga bersangiz, ustalarimizga 10 mingdan qo'shib berdi. Birato'l o'zlari bitirib berdi mashina qilib mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'rgan odam granit deydi mana. Ko'rib turganingizdek, xudo xolos jindak mayyalarimiz jinda bardak, xudo xolos burchatki bo'lgandan keyin yana ham o'zgacha ochadi mana. Musofirdagi akamiz ham Alloh qo'llab-quvvatlasin, doim tinch olsin. O'zlariga to'ylariga buyursin, hojilarga buyursin mana. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.